Assalomu alaykum. Shirin taomlar kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga olchali murabboni tez va oson usulda tayyorlab ko'rsataman. Avval ishni olchalarni tozalab yuvib, danagini ajratishdan boshlaymiz. Hamma olchalarni danagini ajratib olamiz. Men danagi ajratilgandan keyin o'lchaganimda 4 kilogramm olcha chiqdi. 4 kilogramm olchaga 2,5 kilogramm shakar soldim. Bizni oilamizda murabboni shirini baland bo'lib ketsa yoqtirishmaydi. Shuning uchun olchali murabboni salgina nordonroq qilib tayyorlayman. Shuning uchun 4 kilogrammga 2,5 kilogramm shakar soldim. Agar shirinroq xohlasangiz 4 kilogramm tozalangan olchaga 4 kilogramm shakar solishingiz mumkin. Shunda murabbo yanada quyuqlashadi. Shakar solingandan keyin olcha bilan shakarni yaxshilab aralashtiramiz. Shakarlari erishi uchun 1 soat oshxonada qoldiramiz. 1 soatdan keyin shakarlari erib, yana olchaning suvlari chiqadi. Idishimizni gazga balandroq olovga qo'yamiz. Murabbomiz pishgandan keyin ham ranglari juda ham chiroyli bo'ladi. Murabbomiz qaynab chiqayotgan paytida ko'pikchalari ajralib chiqadi. Murabboni yaxshilab aralashtiramiz. Hamma ko'piklari murabbo ustiga chiqishi uchun. Olchali murabbomiz hamma tomondan yaxshilab qaynab chiqqanidan keyin 20 minut qaynatamiz. Murabbomiz qaynash jarayonida ustiga ajralib chiqqan hamma ko'piklarini suzib olamiz. Murabbo ana shu tarzda 20 minut yaxshi qaynashi kerak. Bu orada murabbomizni soladigan bankalarni va krishkalarni yaxshilab sterillab olamiz. Murabboni olovdan olib, darrov qaynoqlikda bankalarga solib, qopqog'ini qattiq qilib yopamiz. Yoki murabbomizni olovdan olmasdan turib, olovni past olov qilib, darrov bankalarga solishni boshlaymiz. Bankalarni to'ldirib bo'lib, qopqog'ini qattiq qilib yopganimizdan keyin bankalarni teskari qilib, ustini yopib qo'yamiz 1 sutkaga. 1 sutkadan keyin bankalarni uzun joyga joylashtirishimiz mumkin. Menda 4 kilogramm tozalangan olchadan va 2,5 kilogramm shakardan 4 ta 1 litrlik bankada va bitta 1,5 litrlik bankada murabbo tayyor bo'ldi. Menda oldingi videolarimda savollar bo'lgandi. Burama qopqoqli bankalarda murabbo va tuzlamalarni yopsa buzilmaydimi deb. Murabbolarni va tuzlamalarni bemalol burama qopqoqda yopsangiz bo'ladi. Icham buzilib qolmaydi, otib yubormaydi. Faqat ishlatayotgan qopqog'ingizga e'tibor bering. Qopqoq qirilmagan, buklanmagan va zanglamagan bo'lishi kerak. Agar burama qopqoq sifatli bo'lsa, 2-3 yilgacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Konservalarimiz buzilib qolmaydi. Videom sizga foydali bo'lgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimda ko'rishguncha